Qur'oni Karimning Al-Hashr surasining 23-oyatida Alloh subhanahu va taala aytdi: Huvallohullazi la ilaha illahu al-malikul quddus. Ma'nosi: u Alloh, undan o'zga iloh yo'q. Barcha narsalar uning mulkidir. Kamchilik va nuqsonlardan pokdir. Kamchilik va nuqsonni ma'nosini bilmaganlar qancha? Hozirgi vaqtda ko'p insonlar Xudoga sig'inamiz deb iddao qilishadi-yu, lekin sig'inayotgan narsalari iloh emas, balkim yaratilgan mahluqotlardir. Kimlardir hayvonlarga, quyoshga, toshga va boshqa yaratilganlarni o'zlariga iloh qilib olishgan. Qur'onning An-Nahl surasining 60-oyatida Alloh aytdi: "Valillahil masalul a'la." Ma'nosi: Allohning sifatlari yaratilganlar sifatlari kabi emas. Musulmonlarning e'tiqodi, ishonchi Allohni yaratilganlarning sifatlari bilan vasflashmaydi. Ya'ni rang, o'lcham, harorat Allohga xos emas deb bilishadi. Shuningdek, Allohni tepada yoki pastda, oldida yoki orqada, o'ngda yoki chapda, shuningdek hamma joyda deb ham e'tiqod qilishmas. Ya'ni Allohni makonsiz deb e'tiqod qilishadi. Chunki biron bir joyda bo'lishlik jismlarning sifatidir. Kimki Alloh haqida osmondagi bir oppoq soqolli chol deb o'ylasa, yoki Alloh dam olyapti, yoki tushadi, ko'tariladi, yoki o'tiribdi deb o'ylasa, u Allohni bilmabdi va u o'ylayotgan narsa mahluqotdir. Ayrim adashgan toifalar aytadiki, qo'li bor, oyog'i bor yoki barmoqlari bor, lekin biz kabi emas va bunday tushuncha dinimizga ziddir. Musulmonlar Alloh haqida bunday deb aytishmas. Bunday tushunchalar musulmonlarning e'tiqodidan emas. Tana, a'zo va organlardan Alloh pokdir. Yaratilganlarga qanday sifatlar xos bo'lsa, biling, Alloh bu sifatlardan pokdir. Imom Ahmad ibn Hanbal rahimahulloh aytadiki: "Mahma tasawwarta bi balik, fallohu bi khilafi zalik." Xayolingga kelgan har qanday tasavvur, Alloh unga o'xshamas.